Alloh subhanahu va taoloning Asmaul Husno, go'zal ismlari haqidagi navbatdagi darsimiz. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah, valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas unga ana o'sha ismlar bilan duo qilinglar, xitob qilinglar, murojaat qilinglar. Bugun Alloh taoloning go'zal ismlaridan As-Sittir ismini dars qilamiz. As-Sittir ismi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida zikr qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha azza va jalla halimun, hayyun, sittirun, yuhibbul haya'a was satra, fa idza igtasala ahadukum falyastatir." Imom Nasoiydan bu hadis. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini ochiq joyda yalang'och holda g'usl qilayotganini ko'rdilar va bundan norozi bo'ldilar. So'ngra minbarga ko'tarilib, mana shu hadisni aytdilar. Albatta Alloh taolo Halim, Hayy va Sittirdir. Hayoni va satrni yaxshi ko'radi. Agar birortangiz g'usl qilsa, o'zini to'sib olsin. Mana Sittir ismi mana shu hadisda zikr qilindi. Boshqa hadisda Imom Bayhaqiydan Ibn Abbos roziyallohu anhudan innalloha sittirun yuhibbus satra. Albatta Alloh taolo sittirdir, satrni yaxshi ko'radi. Sittir degan so'z, hali batafsil to'xtaymiz, to'suvchi, berkituvchi, yopuvchi degan ma'no. Mahluqotlarning ayblarini, nuqsonlarini, kamchiliklarini berkituvchi, yopuvchi degan so'z. Qancha kamchiligimiz bor, qancha nuqsonimiz bor, qancha aybimiz bor, o'zimiz bilamiz. Bu shunday bir nuqson kamchiliklarki, hatto eng yaqin bo'lgan odamingiz, ayolingiz bilmasligi mumkin. Ammo Alloh taolo biladi. Ana shu aybingizni bilgan, ana shundan xabardor bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo berkitayotganligi uchun birov bilmayapti uni. Bir nojo'ya fe'lingiz bor, nojo'ya bir amalingiz bor, gunohingiz bor, xatoingiz bor, doim qilib yurgan. Hech kim bilmaydi. Uni siz men puxtalik bilan qilayotganligim uchun, ustalik bilan qilayotganligim uchun, bekitib qilayotganligim uchun birov bilmayapti deb o'ylaysiz. Yo'q. Agar Alloh taolo xohlaganida uyingiz ichida qilgan xato kamchiligingizni Alloh taolo shunday oshkor qilib qo'yardiki, butun xalq bilgan bo'lar edi. Bu Alloh taolo shu aybingizni berkitayotganligini belgisi. Endi shunday aybingiz bo'lib turib, Alloh berkitayotgan bo'lsa, Allohdan hayo qiling. To'xtating bu ishni. Mo'min kishida bor bo'lish kerak bo'lgan sifatlardan satr. Ya'ni o'zini xatosini, kamchiligini, aybini, nuqsonini berkitishligi kerak. Oshkor qilib yurmasligi kerak. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Musulmon kishi o'zini komillik sifatlari bilan bezashlikka doim urinishligi kerak. Bu degani komil bo'lish kerak degani emas, hech kim komil bo'la olmaydi. Lekin shu komillikka intilishligi kerak bo'ladi. Banda rahimli bo'lib turib, ar-rohim bo'lgan zotga yaqin bo'lishi mumkin. Adolatli bo'lib turib, al-adil bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishi mumkin. Boshqalarning ayblarini berkitib, boshqalarning ayblarini yoymasdan berkitib qo'yib turib, sittir bo'lgan, as-sittir bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishligi mumkin. Demak, siz bilan biz o'zimizda mana shu komillik sifatlarini paydo qilishlikka intilishligimiz kerak bo'ladi. Inson yo o'zini aybini, kamchiligini yashirib yuradi, yoki oshkor qilib sharmanda bo'ladi. Yo sharmanda bo'lish, yo sitr taklif o'rtasida bo'ladi. Inson zotini tabiatiga qaraydigan bo'lsangiz, nimani ko'rasiz? U boshqalarning sharmanda bo'lganini, xabarini eshitishni yaxshi ko'radi. Boshqalarning ayblarini, avratlarini eshitishlik, yoyishlik va ularni masxara qilishlik bilan rohatlanayotganligini topasiz. Qaysi zamonda yashamasin, qaysi davrda yashamasin, qaysi yurtda yashamasin, bu insonda tabiatidagi bor narsa. Boshqalarning aybini, nuqson kamchiligini eshitib gapirishlikni xohlaydi. Lekin mana shu boshqalarning aybini bilib qoldingiz, yoyib yurishingiz, birovning kamchiligidan xabardor bo'lib qoldingiz, buni tarqatib yurishingiz haqida shariatimizda nima deyilgan? Ya'ni shunday bir kamchilikki, shu kamchilikni aybda aytsangiz, musulmonlar orasida bir nojo'ya fikrlar, nojo'ya tushunchalar paydo bo'ladi. Musulmonlar orasida fahsh munkar yoyiladi. Alloh taolo nima deydi bu haqida?
Astagfirullah. Innal ladina yuhibbuna an tashiyal fahishatu fil ladina amanu. Iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bor. Siz birodar aybini bildingiz, yashirib qo'yishdi o'rniga as-sittir bo'lgan Robbingizdan mana shu sifatidan o'zingizga ulush olib, uni yopib qo'ymasdan siz yoydingizmi? Sizni yoygan shu gapingiz tufayli buzuqlik yoyildimi? Alloh taolo bunday insonlarga alamli azob bor. Dunyoda ham, oxiratda ham. Bilasizlar, gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratga olib qo'yadi uni jazosini. Gunohlar bor, dunyoda berib qo'yadi. Yana gunohlar bor, dunyoda ham beriladi, oxiratda ham beriladi. Dunyoda ham, oxiratda ham beriladigan gunohlar ota-onaga oq bo'lish, odamlarga zulm qilish, odamlarning haqqini yeyish, tuhmat bo'xton qilish. Endi ana shu dunyoni o'zida oladigan va oxiratda ham jazosi bor bo'lgan gunohlardan bittasi musulmonlarning orasida fahshni yoyilishligini xohlashlik. Musulmonlar orasida fahshni yoyilishiga hayotimizdan yoshlar nimani misol qilsak bo'ladi? Ana shuni, o'shini matran qildi-yu. Ijtimoiy tarmoqda prikollar, biroda qoqilib ketgani, biroda yiqilib tushgani, biroda qandaydir bir xatoga yo'l qo'yib qo'ygani, biroda aybini xullas. Shuning uchun bir-birlarga jo'natayotgan narsani qaranglar. Bu xayriyatda yoyishlikka kiradimi yoki fahsh buzuqlikni yoyishlikka kiradimi? Ko'proq qaysinisi? Demak, insonning tabiati bor, xohishi bor va unga yuklatilgan shariatning taklifotlari bor. Inson nimalarni xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Lekin shariat namoz o'qib turib deydi. Insonda xohishi, tabiati nimani xohlaydi? Ishlamaslikni xohlaydi. Lekin shariat taklifot qo'yadi, ishla bola-chaqangni boq deydi. Nafsimiz mana xohlaydi? O'yin-kulgini, huzur halovatni. Faqat bir maishatni. Lekin shariat nima qiladi? Taklifotlar qo'yadi. Insonni xohishda, isteklari, mayllari ichida hozirgi biz aytayotgan birovlarda ayblarini kavlash va buni yoyib yurishlik ham bor. Insonda tabiatida bor narsa bu. Endi uni tabiati birovlarda sharmandaligini, uyatli holatini qidirishni, gapirishni istaydi, ammo shariat man qilyapti. Nafsi kusab, nafsi xohlab turgan narsani qilmasligi uchun, nafsini jilolab olishligi uchun kishiga mustahkam iymon kerak, mustahkam iroda kerak. Eshitdingizmi deydi. Yangisini aytadi hozir. Falonchi haqida eshitdingizmi? To'xta. Menga kerakmi shu? Meni dunyoviy tijoratimga, qandaydir tarbiyamga yoki oxiratimga kerak emas, aytmay qo'y. Buni deya olmaymiz. Nabrat nima turadi muhaga? Demak, mo'min sifatida siz bilan biz Alloh taoloning as-sittir, yopuvchi, berkituvchi shu ismidan o'zimizga ulush olishimiz kerak. Gapir husullanadi, nimani bilsa gapiraveradi. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mo'min kishi baxil bo'lishi mumkinmi deb so'rashganlarida qod yakun, bo'ladi deganlar. Mo'min kishi qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qod yakun, shaqasi ham bo'ladi. Ammo mo'min kishi yolg'onchi bo'ladimi deb so'rashganlarida yo'q deganlar. Endi mo'min kishi yolg'onchi bo'lmas ekan. Yolg'onchi deganda shu yolg'onni hunar qilib olgan odam deyla tushunmaylik. Eshitgan gapini tekshirmasdan turib ko'tarib yuradigan odamni ham payg'ambarimiz yolg'onchilar qatoriga qo'shganlar. Qaytarib aytaman, eshitganki narsasidan ko'tarib gapirib yuradigan, tekshirmasdan, haqiqatini bilmasdan odamlar shunday bo'ladigan bo'lsa, bularni ham yolg'onchi degan. Rasululloh aytadilar, Imom Muslimdan bu hadis: "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan odam uchun shu ishi yolg'onchiligi yetarli guvoh dalil. Eshitdingiz gapiraverasiz, eshitdingiz gapiraverasiz. Bo'ldi, yolg'onchilar qatoridasiz. Yana qanaqa palonchi aytdi deb aytsa ham o'lib ketsin, xuddi o'zi ko'rgandek qilib aytadi. Mana bo'ldi deydi. Mana bo'ldi deydi. Biz o'zimiz ham deymiz, ko'p eshitamiz va haligi eshitayotgan odamlar, to'xta, sen o'sha yerdanmiding shu ish bo'lganda desiz, yo'q deydi. Unda nimaga o'zing ko'rganda aytyapsan? Deya olmaymiz. O'shuning uchun gapiraveradi. Agar 3-4 marta o'sha tanbeh bersiz, shu odam shu ishdan to'xtaydi. Ma'qulmi?
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga ta'lim berganlarki, bir odam bir gapni gapirib turgan bo'lsa, gapirib bo'lib yoki kimnidir oyoq tovushini eshitib turib, u yoqqa qarab qo'ysa, shu so'zi omonat bo'ladi. Garchi omonat sizga shu so'zim demasa ham. Rasululloh aytadilar, Abu Dovud Termiziydan bu hadis, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qilgan. "Iza haddatha ar-rajulu bil hadisi thumma iltafata fa hiya amana." Agar bir kishi gapirib turib, u yoqqa qarab qo'ysa, bas shu so'z omonat bo'ladi. Mo'min kishidagi ulug' sifatlardan bittasi, u birovlarning ayblaridan xabardor bo'lib qolsa, o'zi qidirmaydi. Mabodo xabardor bo'lib qolsa, uni yopib qo'yadi, berkitib qo'yadi. Biron marta sizda yoki menda birovda aybini ko'rib turib, bilib turib, yopib qo'yishlik holati bo'lganmi? O'zingizlardan so'ranglar. Biron marta birovda aybini bitta men bildim, shuni yopib qo'yganmanmi? Agar yopib qo'ygan bo'lsangiz, ha degan javob topsangiz, umid qiling shu amalingizdan. Ehtimol shu amalingiz jannatga olib kirib ketishiga sabab bo'lar. Mo'min kishidagi ulug' sifatlardan u boshqalarning ayblaridan xabardor bo'lib qolsa, uni berkitib qo'yadi. Endi boshqalar esa bunaqa emas. Bir-birini aybini poylab yuradi. Hozirgi kunda birodarlar, ko'pchilik ommaviy axborot vositalarini ishi ayni shu emasmi? Palonchi yiqilib tushibdi, videosi bor. Palonchi nima qilayotgan ekan, ashula aytayotgan ekan, patinkasini tovoniga chiqib ketibdi. E'tibor beryapsizlarmi? O'sha ko'rsatayotgan kanallar yoki bo'lmasa studiyalar qandaydir ko'rsatuvlarda ham narxini, qadr-qiymatini bilib qo'yinglar. Nimalarni yoyib yuribdi? Sharmandalik. Sharmandalik arab tilida al-fadiha deyiladi. Nima u sharmandalik? Sharmandalik ayb bo'lgan, uyat bo'lgan ish bilan mashg'ul bo'lishlik. Ayb hisoblangan so'z bilan, ish bilan, fe'l bilan mashg'ul bo'lishlik. Axloqiy o'lchovlarga teskari ishni qilishlik. Jamiyatni shuurlariga aziyat yetkazishlik. Agar Odam alayhisalomdan boshlab qiyomatgacha keladigan odamlarning sharmandaliklarini ko'rib chiqsak, uni ikki turligina ekanligini ko'ramiz. Yo moliy, yo jinsiy. Mana shu ikkita sharmandalik bo'ladi. Payg'ambarimiz aytibdilar-ku, agar birortalar g'usl qiladigan bo'lsanglar, nima qilsin o'zini? To'sib olsin. Mana jinsiy sharmandalikka, fazihalikka nima? Xullas, mo'min kishi o'zini va boshqalarni ayblarni berkituvchi, to'suvchi bo'ladi. Biroq sizga bir o'zini ayoli bilan bo'layotgan muomalasini aytdi, bir maslahat so'rab. Maslahatingiz berdingiz, yoping shu yerda. Masalan, boshliqlarga kelib odamlar shikoyat qilib yoki maslahat so'raydigan odamlar yopish kerak. Agar aytish kerak bo'lsa, atini aytmasdan, mana bu holat bo'ldi deb gapirsa bo'laveradi. As-sittir kalimasining ma'nosi. Sittir demak to'suvchi, yopuvchi, berkituvchi. Bu siyg'ay mubolag'a so'z. Bu siyg'ay mubolag'a so'zida ham nav, ham adad bo'ladi. Masalan, al-G'affar desa, bu ham mubolag'a siyg'asi. Alloh taolo eng katta gunohni ham kechiradi va milliardlagan gunohni ham kechiradi. Bu yerda sano ham bor, va nima bor? Turi bor, navi bor. Sittir ham mana shunday. Alloh taolo to'sadi, berkitadi, eng maxfiy bo'lgan gunohlarni ham, maxfiy bo'lgan kamchiliklarni ham Alloh taolo yopadi. Hozir aytib o'tganimizdek, Alloh taolo as-sittir bo'lgan zot, bandani hech kim bilmaydigan ayblarni ham bekitib yopib qo'yadi, lekin taassuf ayrim hamoqat egalari, espas odamlar, ayrim nodon johil kishilar Alloh uni berkitib qo'ygan aybini o'zi chiqib gapiradi. Bir paytlar biz deydi ichara deydi. Bir o'tirganda moncha ichara deydi. Endi nima bo'ladi? O'zingni aybingni aytdingmi? Endi qachon seni ko'rsam ichganing esimga kelaveradi-da. Odamlar esdan chiqarmaydi. Qachon ko'zingizga ko'rinsa, o'sha gunohni nima qilaverasiz? Alloh yopib qo'ydi, birov bilmadimi, birodar, o'zingni sharmanda qilmagin. Agar seni aybingni Alloh yopib qo'ygan bo'lsa, sen o'zing ochayotgan bo'lsang, sen gunohkor bo'lyapsan. Mana u qilgan xatoyingiz, gunohingiz yoki nuqson kamchiligingizni hech kimga aytishingiz kerak emas. Otangizga ham, onangizga ham, u ustozingizga ham, o'qituvchi Alloh berkitdimi gapirmang. Asarlarda keltiriladi, Musa alayhisalom zamonlarida yomg'ir yog'may qo'ydi. Shunda Alloh taolodan Musa alayhisalom duo qilib yomg'ir so'radi. Alloh taolodan javob bo'ldi, oranglarda bir gunohkor odam bor. Shu odam tufayli yomg'ir yog'mayapti.
Shunda Musa alayhissalom qavmiga qarab, oramizda bir odam bor ekan, gunoh qilayotgan. Shu odam chiqib ketmasa yomg'ir yog'mas ekan. Shu odam chiqib ketsin deb xitob qildi. Hech kim chiqib ketmadi. Hech kim qavmni tark qilmadi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin yomg'ir yog'di. Shunda Alloh taologa Musa alayhissalom duo qildi. Parvardigor, kim edi u senga osiylik qilayotgan kishi dedi. Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, seni so'zingdan ajablanaman. U bandamni osiy bo'lib turgan paytda sharmanda qilmay yashirdim-u, endi tavba qilganida oshkor qilaymi?" dedi. Alloh taolo osiy bandasini ham modomiki o'zini o'zi sharmanda qilmayaptimi, nima qilyapti? Bor, shunaqa odamlar bor, urug'ingizda bor, mahallangizda bor, jo'rangizda bor, poylab yuradi. Shu bitta xato qilsa ko'tarib chiqib, mana shu odam yaxshi odam bo'lmaydi. Agar birodar siz ham kimnidir haqqini qachonlardir yeb qo'yib, zulman sizlar shu turli kasb egalari bilan gaplashinglarda muammolarni aytadi. Mansabingiz bilan qo'rqitdingiz, quvvatingiz bilan qo'rqitdingiz. Agar shunaqa qilib kimnidir haqqini yeb bermasdan chiqib ketgan bo'lsangiz, ustalarni uydan chiqarib yuborayotganlarni ko'p eshitamiz. Usta zo'r qilgan ishdi. Endi pulni olishga kelganda mana qilsan, nagili bermay qo'yganlar bor ekan. O'sha o'zga yurtda ishlayotgan, bizdan borib ish prorablik qilayotgan odam 3-4 ta bolalarni olib kelgan, ishlatgan. Katta ob'yomdagi ishni olgan, endi qilgandan keyin bolalarga to'laydigan pul katta bo'lib ketgan. Bermagan, uni bahona qilib. Qarg'ab kelishgan uying kuysin deb. Uy kuyib ketdi. Uy kuyib ketdi. Shu bilan qutulgan bo'lsa, ularning haqqidan oson qutulibdi. Chunki tikkalab olish mumkin uyda. Agar oxiratga qolib qolgan bo'lsa-chi? Shuning uchun uyda usta ishlayotgan boyvachchalar, odam ishlatayotgan prorablar qilayotgan ishini haqqini beringlar. U sho'ring qurgur haligi mazlumlarchi, ilmsiz, savodsiz bo'lgan uchun so'kinib chiqib ketadi. Seni Allohga qo'ydik desin-da, tamom bo'ladi shu odam. Alloh Karim, Alloh avf qiladi. Namoz o'qimagan bo'lsa, ro'za tutmagan bo'lsa, Alloh umid qilamiz, chunki kechiruvchi bo'lgan zot Alloh taolo. Ammo bandani haqqini yegan bo'lsangiz, Allohga qo'ydim seni desa, tamomsiz. Uzoqqa bormaysiz. 1 yil, 2 yil yaxshi, lekin albatta olasiz jazo. Aytdik-ku darsda boshida. Shunday gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratda beradi jazosini. Shunday gunohlar bor, dunyoda ham beradi. Mana shu dunyoda ham beriladigan jazodan bittasi odamlarga zulm qilishlik. Kimni haqqini bermay qo'ygan bo'lsa, uyda usul ishlatib, bir o'ylaylarni olib borib beringlar. Modomiki shu uyda yashamoqchimisiz, shu uyda baraka topmoqchimisiz, bering. Rasululloh nima deganlar? Peshonasidagi terisi qurimasdan turib ber, ishlatgan ijarachi deganlar. Demak, as-sittir degani birinchi ma'nosi to'sish, berkitish, yopish. Yana bir ma'nosi uzoq qilish, saqlash. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjay mutahharalardan Oysha roziyallohu anha aytadilar, bir kuni meni uyimga 2 ta qizini yetalab bir ayol kishi keldi va so'randi, tilamchilik qildi. Uyda bir dona xurmo bor ekan, shu bir dona xurmoni olib chiqib berdilar Oysha onamiz roziyallohu anha. Haligi ayol xurmoni olib 2 ga bo'ldi-da, ikkala qo'lini qo'liga tutdi, keyin chiqib ketishdi. Rasululloh huzurimga kelganlarida shu narsani zikr qildim dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man yaliya min hadhihi al-banat shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Kim mana shu qizlarni ishini ustida bo'lsa, ya'ni tarbiya qilishi, boqishi, rioya qilishi, ishida ustida bo'lib, ularga chiroyli muomala qilsa, ularga ihson qilsa, yaxshilik qilsa, shu qizlar bu kishi uchun do'zaxdan to'siq bo'ladi. Mana aytdik, kunna lahu sitran minan nar. Shu kishi uchun do'zaxdan to'siq bo'ladi. As-sitr degan so'zning ikkinchi ma'nosi to'siq. Birodarlar, uyimizda-chi yetarli ish turibdi. O ummatni g'amini qilib osmondan kelmasdan qizingizni tarbiya qiling, jannatga kirishingizga shu ham kifoya qiladi. Bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullaning, qiyomatda shunga javob berasiz. Ayolingiz, farzandlaringiz haqida. O'zi sigaret chekar, ummatni g'amini gapiradi. Yerga tush birodar. Jannatga olib boradigan ishlar birodarlar o'zimizni uyimizda turibdi. Uyimizni tuzatmasdan turib tashqariga chiqib gapirishlikka ozgina nima qilaylik? Insof qilaylik, uyataylik. Chunki mana shu amalni o'zi
bittamidi, ikkitamidi, uchtamidi qiz bolani tarbiya qilib, oppoq yuvib tarab, tarbiyalab, iymon, e'tiqodda, taqvoda, hayoda tarbiyalab, balog'atga yetganda o'ziga munosib bo'lgan dindor, iymonli, taqvoli kishini topib nikohlab uzatar ekan, shu qilgan ishi, ishoninglar birodarlar, jannatga kirishligiga kifoya amal bo'lishi mumkin. Buni va'dasini bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam beryaptilar. Qaranglar-da, uyimizda turibdi. As-satr ma'nosiga munosib bir qissa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi uni. Imom Ahmad musnadlarida, Buxoriyda, Termiziyda keltirilgan. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzati va la yatamassalu ash-shaytonu bi. Kim meni tushida ko'rsa, uyg'oqligida ham albatta ko'radi. Chunki shayton meni suratimga kira olmaydi dedilar. Kim tushida payg'ambarimizni ko'rsa, rostdan payg'ambarimizni ko'ribdi. Chunki shayton payg'ambarimizni suratida kira olmaydi tushimizga. Endi kim tushida ko'rgan bo'lsa, uyg'oqligida ham ko'radi inshaalloh. 20-asrda, mana o'tgan asrda sodir bo'lgan voqea qissa. Damashq xatiblaridan biri tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Rasululloh unga falonchi qo'shningga borib ayt, u jannatda mening hamrohim bo'ladi dedilar. Qanaqa bashorat, qanaqa xush xabar haligi kishi uchun. Haligi xatib uyg'ondida tushidan qattiq ta'sirlandi va Rasululloh aytgan haligi qo'shnisining uyiga bordi. Borib eshigini qoqdi. Haligi odam chiqdi, salom alaykum bo'ldi. Xullas, xatib aytdiki, menda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sizga bitta bashorat bor. Uni aytmayman. Bir amalingiz borki, shu tufayli shu bashorat aytildi. Shu amalingizni aytmasangiz, Alloh uchun qilgan bir amalingiz bor, shuni aytmasangiz, bu bashoratni aytmayman dedi. Haligi qo'shni unamadi aytishlikka. Ammo Rasulullohdan bashorat deb turibdi. Xatib ham qistab turib oldi, xullas aytadigan bo'ldi. Uylangandim dedi. Bir ayolga sovchi qo'yib uylandim. Menga turmushga chiqqanida 5 oylik xonada homilasi bor edi ekan dedi. Ya'ni benikoh bo'lgan homila. Mana endi shu yerda haydab chiqarib olsa, sharmanda qilsa haqqi bor. Lekin bu ayolni oyog'i toyilib, haqdan toyilgan ekan, meni qo'limda tavba qilishigini xohladim, yashirdim deydi. Aybini berkitdim. Tug'adigan payt kelganida endi 4 oydan keyin tug'di. Turmushga chiqqaniga 4 oy bo'lib turib tug'ib qo'yapti. Doyani uyga olib keldim, tunda tug'di. Tong yotganda haligi bolani qo'limga oldimda jome masjidiga bomdod namoziga kech qolibroq chiqdim. Hamma namozga turgan, imom quloq qoqqan, hamma kirib bo'lgan, sekin eshik tagiga qo'ydi bolani, kirib imomga ergashdi. Namozni o'qib bo'ldi, tashqariga chiqsa odamlar to'planib turibdi. Nima gap? Ha, birov bolani qo'yib ketdi. Shunday keldida, haligi odam, menga beringlar shu bolani, men boqib olaman shuni dedi. Berishdi, onasiga olib borib berdi. Bir mo'min ayolni xatosini, kamchiligini, oyog'i toyilib ketganligini yashirib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qanday bashorat keldi? Jannatda mening hamrohim bo'ladi. Ehtimol bitta shu ishingiz biror marta men ham bir odamni qilgan shu xato, kamchiligini, gunohini yashirib qo'yganmanmi deb so'rab ko'raylik. Agar ha degan javob bo'lsa, muborak bo'lsin. Agar Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, shu amalingizdan umid qiling. Chunki Alloh taolo Karim bo'lgan, G'affar bo'lgan zot. Shu yerda bir ajib narsa bor. Biz adolatli bo'lishimiz kerakmi, kerak emasmi? Kerak. Astagfirullah. Innalloha ya'muru bil adli val ihson. Albatta Alloh adolatli bo'lishlikka va ihsonli bo'lishlikka buyuradi. Bu ayolni qilgan ishi uchun talog'ini berishlik erkak kishi tomonidan adolat bo'larmidi? Adolat bo'lar edi. Sharmanda qilib chiqarib, sen menga shu gunohingni aytmasdan tekkan ekansan deb turib, odamlar orasida sharmisol qilishlik adolatdan bo'larmidi? Adolatdan bo'lar edi. Lekin oyatda go'zalligini qarang. Albatta Alloh sizlarga adolatli bo'lishni va ihson qilishlikni amr qiladi.
ayrim ishlar birodarlar adolat bilan emas, ihson bilan hal qilinsa nihoyatda go'zal bo'ladi. Bu kishi nima qilibdi? Bu kishi nima qilibdi? Adolat qilibdimi? Yo'q, ihson qilibdi. Ba'zida oldi bu yerda muomalalarda adolat qilaman deb turasiz, katta muammolarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shunda ihson qilib qo'ysangiz chiroyliroq hal bo'ladi. Bo'pti birodar, sizni haqqingiz ekan. Bo'ldi, olavering deb qo'ying-da. U mo'minda uchi 3-4 kun o'tgandan keyin biladi sizni haqligingizni. Allohdan qo'rqadi u. Siz ihson qilib qo'ying-da. Ahsin ilan nasi tastabid qulubahum dedi shoir. İnsonlarga ihson qil, qalblarini asir qilasan. Ko'pincha insonni qalbini ihson asir qiladi. Yana qaytarib aytaman, o'rtamizda bo'layotgan muomalalarda adolatni qoyim qilishlik kerak, ammo ayrim o'rinlarda ihson qilishlik. Mana bu kishi ihson qildi, kimdan bashorat keldi? Kimdan bashorat keldi? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan. Innalloha ya'muru bil adli val ihson. Albatta Alloh adolatga va ihsonga buyuradi. Mana shu satr masalasida, sittir, to'sishlik, berkitishlik, yopishlik masalasida ayollarga tegishli joyi shuki, Alloh taolo to'suvchi, oilasini ayblarini berkituvchi, nuqson kamchiliklarni yopuvchi bo'lgan ayolni maqtaydi. Mo'min ayol mana shunday bo'ladi. Ammo uyda bo'layotgan muammolarni ko'chaga ko'tarib chiqayotgan, eridan shikoyatni qo'shniga doston qilayotgan, uydagi yetishmovchilik muammolarida olib chiqib majlislarda gapirayotgan ayol, birodarlar, Alloh taoloning As-Sittir ismidan o'ziga bir ulush olmagan ayol. Bir narsaga hayronsan-da, eridan shikoyat qilib chiqdi. Nima? Ular yaxshiroq erni berib qo'yadimi bunga? Ya uydagi bir muammoda olib chiqdi, kamchilikda. Ular nima shu muammoni hal qilib beradimi? O'zi nimaga olib chiqib gapiramiz tashqariga, bilasizlarmi birodarlar? Nima bor shuning orqasida? Bilamiz bizga bu problemamizni hal qilib qo'ymaydi. Bilamiz xotinimizni yoki erimizni tuzatib bermaydi. Nimaga gapiramiz shuni? Nimaga? Bo'shashini xohlaymizda matimizni. Gapirsang nima bo'lasan? Ha, yozilganlar aytayapti buni men. Gapirsang yozilasan. Ha, musulmon gapirish kerakmi odamlarga? Yo'q, musulmon odam joy namozda gapiradi Robbisiga. Shu dardini, hasratini, muammosini, mushkulasini, kamchiligi, nuqson yetishmovchiligini joy namozda turib, Robbisiga yarim tunda namoz o'qib turib aytadi, u dardi qalbida qolmaydi. Ko'chaga chiqqanda hech qanday muammosi yo'q deb zo'r yuraveradi. Chunki bo'shatib oldida matini. Endi Allohga qalbini bo'shata olmaydigan, Allohga murojaat qilishni bilmaydiganlar odamlarga uydagi kamchiligini, yetishmovchiligini doston qiladigan odamlar bo'ladi. Xulosa birodarlar, Alloh taolaning mana shu As-Sittir ismi bilan, shu sifati bilan xulqlanishimiz kerak bo'ladi. Mana shu ishimiz bilan umid qilamiz Alloh taologa yaqin bo'lishlikni. Odamlarni g'iybat qilish degani ham bu ularni sharmanda qilish degani bo'ladi. Bunday qilishlik musulmon kishiga hargiz to'g'ri kelmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh